Voyjon, to'yib qizimni. Hey, yaxshi bo'lmadingda? Yaxshimi? Sizdek sahifadaman. Voy, yaxshi. Mana bu kegli uzun bo'ldi dedi. Ha, ko'rish muddat uzun bo'libdi o'jim. Rashmi bor. Aldirash o'tyapman. Siz amroq qahlanib o'tgan. Men amroq cappuccino ekandan unda teysan. Hayır, hayır. Adam patim yol düşünsüyle qo'pollik qilibdi, yol tushuna olmasligini kechirim so'rayman. Ay, yo'q, kichik ishlar ish yo'q. Aras shundan tez to'y qo'yibsiz-a? To'y qilganligimni o'zim tushunmayapman. Ba'zan chog'da ish qilib ishlarga amal yo'q-ku. Nima bo'ldi-ya? Sizni bozor qolishmi? Yo'q, unaqa emas. Ashtaga qashma uchimizdan ko'rganingizmi? Rahmat. Unaqa ish yo'q. Hozir shunday vaqt. Unda bo'lsin bo'ldi-ku. Eringiz ana shirkatning boshlig'iga. Hay. Ali maktab vaqti sizni shunday qo'llashdan unmagan. Hem siz boshqa bir yaxshi qiz olmoq uchun mayda bo'lyapti. Voy, voy, o'tgan ishlar salovat dayir. Men sizga beshdan boshlab ham deyapsiz. Biroq men shunday yaxshi do'stim emas. Hozirmi shunday yaxshi do'stimga o'zgarib qolmaydi. Unda emas o'ylayman. Endi qizoqotiz uchun do'st bo'lmaydi. Siz faqatla azroqni yaxshi ko'rmaysiz. Voy, adama. Voy, voy, nima gapdan qilib yurgansiz? Men sizga izchil deyapti-ku, men sizni faqat yaqin do'stim bilan ko'raman. Men hozirgi yo'ldoshimni, ya'ni Ferdan shunday yaxshi ko'raman. Yo'ldoshimni Ferdan keldi, ha? Ha, yana qarab, bu bizning muhabbat neyimiz. Nima? Sizning bo'yingizni olma. Bu baxtli bo'lgan. Ish qo'shsangiz bola saqlanib qo'yishni bilmayman. Madina amchilikasini bozor qasa yo'lishimiz mana da masna orqadan keldim. Madina, sizni tashlab ketma, men siz yashamayman. Voy, men sensiz yashamayman degan o'g'illarni jiq ko'rib ketganman. Men siz yaxshi yashab, sabrib ishdan qatmay qopdi. Yo'q, siz yo'q men shunda zerikishdik. Voyjon, to'yib qizimni. Men sizga deb qo'yay. Badam life'ni tushaysiz, zerikishingiz tugab, turmushingiz ranglarliq to'lib. Ichida mendami chiroyli qizlar bor. Deyapsizmi? Rost. Bu filmning davomini ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'z ovoz salonimizda qo'shib oling.